Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan ekologiya yo'nalishidagi ko'rik tanlovlar orqali yoshlarning atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik qonunlarni bilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalari mustahkamlanmoqda. Ushbu tanlovlar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy fikrlash va jamiyat oldidagi mas'uliyatni ham oshirishga xizmat qiladi. Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi? Ko'rik tanlovining Ohangaron tuman bosqichi bo'lib o'tdi. Unda umumta'lim maktablari jamoalari ishtirok etib, ekologik qonunchilik, atrof muhitni saqlash va barqaror hayot tarzini targ'ib qilish bo'yicha o'z bilimlarini namoyish etdilar. Tadbirda o'quvchilarimiz, maktab o'quvchilarimiz o'zlarining tayyorlab kelgan ekologik loyihalari hamda o'zlarining tayyorlab kelgan sahna ko'rinishlari orqali xalqimizga ekologiyani targ'ib qilish hamda ekologiyani ifloslanishini oldini olish maqsadidagi keng va samarali loyihalarni namoyish qilmoqda. Muhokama, test savollari va ijodiy chiqishlar orqali o'tkazilgan bahslar natijasiga ko'ra 52-chi umumta'lim maktabi jamoasi 1-o'rinni, 27-chi umumta'lim maktabi jamoasi 2-o'rinni va 6-chi umumta'lim maktabi jamoasi 3-o'rinni egalladi. 52-chi maktabning Yashil hayot jamoasi viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bu esa ularning ekologik bilimlari va faolligini yuqori ekanligidan dalolat beradi. Biz ham istab qolardikki, har bir inson o'z yashayotgan hududidagi ekologik muammolarga befarq bo'lmasligi, ekologik muammolarni yechishga harakat qilib qolishini istardik. Mazkur ko'rik tanlov maktab o'quvchilarining ekologik savodxonligini oshirish, tabiatni asrashga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish hamda yoshlar orasida ekologik madaniyatni yanada keng targ'ib etishga xizmat qilmoqda.